Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon tog'a fanni hikoyalardan Yomg'ir yog'di qaytayli degan hikoyani anglamdik. Undaqda umoqlarimning quliqi menda bo'lsin-a? Mekan ana chujilarni damlatqili etizliq qilib yiribdi. Altın başaqlar yığıvelingan etizliqda chujilar engizliq qarsig'i chechilib qolgan dillarni terib yegash, oltin küspəsining paysini surib, rasa qanğudek o'ynashibdi. Dölmü shu chog'da bir to'p qarlig'ash qizlar pas uchishib, chujilar dallab o'ynayotgan etizliqqa keldi. Xush kelibsizlar qizlarim, debdi Mekan ana ularga. Kelinglar. Sizlarmu chujilarim bilan birga o'ynag'ash tanlanglar. Oltin kuzning ne'matlariga yig'iz teginglar. Mekan ana, chapsan qaytib ketinglar, bo'lmasa yomg'irda qolasizlar. Qarlig'ash qizlar etizliqda pas uchishga shujirlashib, Mekan anaga yomg'ir yog'diganligini eskartibdi. Nima deydigansizlar qizlarim? Havo bir obdan turmamdi. Mekan ana ularning gaplariga ishonmay osmonga qarabdi. Rastavatimiz Mekan ana, ishonmasangiz qishingizga havo yig'nog'ishlar qarang-a. Ularni bizga o'xshash pas uchib, yomg'ir yog'diganligidan shabi beryotdi. Qarlig'ash qizlar shundoq debdi-da, Mekan uni bilan xo'shlashib, uylariga oldirib uchishibdi. Mekan ana etiz qiridagi eriq tarafga qarabdi. U yerda bir to'p yig'nog'ish pas uchishib yuradi. Tova, havo shundoq ochiq tursa nima deydiganda bu qarlig'ash qizlar? Mekan ana yiroqda uchib ketishayotgan qarlig'ash qizlarning kaynidan hayronlik bilan qarab qoldi. Uning chujilari bo'lsa, don to'lishib, sho'xlik qilishib, engizliqda bir-birini qo'g'lishib, mo'k-mo'klan o'yiniga tushibdi. Mekan xon singlim, qarlig'ash qizlar rostaydi. Chujilaringizni yilib chopsan uyingizga qaytib eling. Bo'lmasa yomg'irda qolasizlar. Ulardan 5-10 qadam yerda o'tlayotgan Kolu tog'a ko'shiginicha Mekan ananing qishiga keldi. Qarlig'ash qizlarning chaqchiqini ozdab, "Voyjon, silimi chaqchaq qilatandilar xo'shnam." Mekan ana uning gaplariga zoda ishongisi kelmabdi. Yomg'ir yog'digan bo'lsa, osmonda bulut paydo bo'lmamdi. Mekan xon singlim, qarlig'ash va yig'nog'ishlar pas uqsa yomg'ir yog'di degan gapni anglamaganmi? Debdi Kolu tog'a ko'shigan holda Mekan anaga qarab. "Yo'q, faqat anglamabdiman." Debdi Mekan ana uning gaplaridan ajablanib. "Tova, qarlig'ash qizlar bilan yig'nog'ishlar yomg'ir yog'diganini nerdan bilgandi?" Ular biladi, debdi Kolu tog'a tushundirib. "Odatda qarang, qarlig'ash va yig'nog'ishlar uyoq-buyoq uchib yurib, hasharotlarni tutib yeydi. Yomg'ir yog'digan kunlarda havodagi par zo'r darajada ko'payib ketadi. Bu chog'da hasharotlarning qonati namlashib ketganlikdan badani eg'irlashib egiz ucholmaydi. Buning bilan qarlig'ash, yig'nog'ishlar hasharotlarni tutib yeyish uchun past uchishga majbur bo'ladi." "Ha, endi tushungansiz, Mekan xon singlim." Kolu tog'a gapini tamomlab ko'shigash Mekan anaga qarabdi. "Ha, aslida mundoq ishkanda." Mekan ana tushunganda qilib beshini lingshitib qo'yibdi. Buningdan keyin talotuzga tanlig'ili chiqsak, qarlig'ash bilan yig'nog'ishlarning uchishiga diqqat qilsak bo'lgudek. Shundoq, debdi Kolu tog'a gapini yana davomlashtirib. qarlig'ash va yig'nog'ishlarning pas uchishidan boshqa tabiat dunyosida yana nurg'un hodisalar yomg'ir yog'diganligini oldin ma'lum qila oladi. Masalan, tosh yotqizilgan yer, simot yer, qish yotqizilgan yer, tosh ko'rik, idish, hatto nihoyatda siliq-sirlangan uy jihozlarining yuzi namlashib qoladi yoki suv tomchilari paydo bo'ladi. Mana bular yomg'ir yog'diganligidan bishorat beradi. Yuqorqi jismlarning yuzining temperaturasi nisbiy tevarak bo'lib, havodagi porlar ularga yo'liqqan hamon suv tomchilarini hosil qiladi. Undaqda odamlar yomg'ir yog'diganligini oldin bilalamdi. Mekan ana aldirab gap qistirib so'rabdi. "Bilalaydi", debdi Kolu tog'a tushuntirib. "Odamlar yomg'irning yog'diganligini his qila oladi.
Мәсәлән, ular chechini silabla yomg'ir yog'adigan, yog'maydiganligiga hukm qila oladi. Agar havo ochiq bo'lsa, chechi qurg'oq bo'ladi. Havo nam bo'lsa, qarang, choshma nam bo'ladi. Mikyan ana Kalatağıdan nurg'un yangi bilimlarni o'rganib olganiga xursand bo'lib, uningga ko'pdan-ko'p rahmat aytibdi va darhol osmonning kun petish tarafiga qarag'ash chujilariga: "Appoq chujilarim, havo buzildigandek turdi jumo. Chapsaroq uyimizga qaytib olaylik, ha?" debdi. Mikyan ana va uning chujilari Kalatağ bilan xo'shlashib, etizning qirini bo'ylab uyiga qaytishibdi. Mikyan ana yo'l bo'yi Kalatağdan anglaganlarini chujilariga so'zlab beribdi. O'maqlarim, qarlig'ash va yingmag'ushlarning past uchishidan boshqa tabiat dunyosida yana nurg'un hodisalar yomg'ir yog'diganligini oldin ma'lum qila oladi ekan-a? Biz insonlarmi chechimizni silabla yomg'ir yog'adigan, yog'maydiganligiga hukm qila oladi ekanmiz. Agar havo ochiq bo'lsa, chechimiz qurg'oq bo'ladi ekan. Havo nam bo'lsa, chechimizmi nam bo'ladi ekan-a? Voy, biz bu hikoyadan nurg'un yangi bilimlarni o'rganib oldik-ku. Undaqda, mening o'maqlarim bu yangi bilimlarni atrofidagi do'stlarga so'zlab berishni unutib qolmasinchimi? Kech bo'lib ketibdi. Amiz bugun baldur uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga mira bo'lsin.